Tövəndə 2024-cü Nobel iqtisad mükafatının sahiplerinden iqtisadşünas Daron Acemoğlu bilen James Robinson'ның dünyavi məşhur əsəri Dövlətlər, yəni millətlər nimişqa halak boludu namlıq kitabıdan özlüksüz tərcümə. 8. bab 2. paragraf. Halklık rol oynayan küçük farklar. Mutlakiyetçilik, yani padişah hammadan üstün deyilgan qaraş. 17. asırda Angliyada bekçit boldu ama İspaniyada küçeydi. İspaniyadaki Angliya parlamentiga o'xshash muassasa Cortes'ning faqat ismi bar, cismi yo'q bo'ldi. İspaniya 1492-yili Kastila padişahligi bilan Aragon padişahligidan ayol padişah Isabella bilan padişah Ferdinandning to'yilish sababidan o'zaro berkib barpo bo'lgan. O kun 8. asrdan buyon İspaniyaning janubini ishg'ol qilib, Granada, Cordoba ve Sevillaga o'xshash mashhur shaharlarni qurib chiqqan arablarni qo'g'lab chiqarishdek uzunga so'zilgan jarayonning, ya'ni qayta fathiy qilish harakatining oxirlashgan kuniga tasodifan to'g'ri kelib qolgan. Iberiya orolidagi eng oxirgi arab hokimiyati bo'lgan Granada İspaniyaning qo'liga tushgan bo'lib, bu dal Christopher Columbus Amerika qit'asiga yetib kelgan hamda uning dengiz safarini mablag' bilan ta'minlagan ayol padişah Isabella ve padişah Ferdinand uchun zamin egallashni boshlagan vaqt edi. Kastila padişahlığı bilan Aragon padişahligining bergishi ve onunga agishib yuz bergan xonadonlik ichidagi to'ylashish va mirosxo'rlik Yevropada darajadan tashqari kuchlik bir hokimiyatni barliqqa keltirdi. Isabella 1504-yili qazo qildi. Uning o'rniga qizi Joanna Kastilaning ayol podshohi bo'lib taxtga chiqdi. Joanna muqaddas Rim imperiyasining imperatori Maximilian I'ning o'g'li. Habsburg sulolasidan kelib chiqqan Filip bilan to'ylashdi. 1516-yili Joanna bilan Filipning o'g'li Charles Kastila bilan Aragonning podshohi Charles I nomi bilan taxtga o'ltirdi. Uning otasi qazo qilgandan keyin Charles Gollandiya va Fransiyaning Comte rayonini miros qilib olib, o'zining Iberiya va Amerika qit'asidagi zaminlariga qo'shib o'tdi. 1519-yili Maximilian I qazo qilgandan keyin Charles yana Germaniyadagi Habsburg zaminlariga mirosxo'rlik qilib, muqaddas Rim imperiyasining imperatori Charles V deb ataldi. 1492-yili ikki podshohlikning qo'shilish sababi bilan İspaniyadan iborat ko'p qit'alik imperiya dunyoga keldi va Isabella ham Ferdinand boshlagan mutlaqiyatchi hokimiyatni Charles texmi mustahkamlab mangdi. Amerika quruqligi bayqalgandan keyin qimmatli metallar İspaniyaning mutlaqiyatchi hokimiyatni barpo qilish va mustahkamlash tirishchanliklariga g'oyat zo'r yordamda bo'ldi. 1520-yillarga kelganda Meksikaning Guanajuato'da g'oyat zo'r ko'mish zapisi bayqaldi va uzun qolmay Meksikaning Zacatecas kadimi g'oyat zo'r ko'mish zapisi bayqaldi. 1532-yilda Peruning ishg'ol qilinishi podshohlikka texmi ko'p boylik yaratdi. Her qanday besilingan zamandan bulang talan qilgan boylik va kanlardan kelgan o'lchilar shohlik 5 deydigan bir xil pay shaklida asli sifatida podshohning xazinasiga tushdi. Xuddi biz birinchi bobda ko'rganimizdek 1540-yillarda Potosida ko'mish tog' bayqalgan bo'lib, bu İspaniya podshohining xazinasini boyliq cho'mkib o'tdi.
Kastilla bilan Aragon birlashgan u vaqtlarda Ispaniya Yevropadagi iqtisodiy eng gullangan bir mamlakatga aylangan edi. Uning mutlaqiyatchi siyosiy tuzumi mustahkamlangandan keyin u nisbatan yaxshiroq holatga ko'chdi-yu, ammo 1600-yildan keyin uning iqtisodiy haqiqiy ma'noda cho'kishga boshladi. Isabella bilan Ferdinandning qayta fath qilish harakatidan keyin ilib borgan tunji ishi bo'lsa, asosan degidek ularning yahudlarning mol mulkini musodara qilish bo'ldi. İspaniyada yaşayotgan taxminan 200 mingdak yahudining İspaniyadan ketishiga 4 oy muhlat berildi. Ular o'zlarining yer zaminlari va mulklarini intayin tuvan bahoda sotishga majbur bo'ldi. Ularning İspaniyadan zarra misqol oltin yoki kumushni ilib ketishiga yo'l qo'yilmadi. Aradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin mushuning o'xshash tragediya yana yuz berdi. 1609-yil bilan 1614-yilning oralig'ida Podshoh Filip III Moriscoslarni, ya'ni Ispaniyaning janubida burun mavjud bo'lgan arab hokimiyatlarining puhralarining avlodlarini Ispaniyadan qo'g'ladi. Xuddi yahudlarga o'xshashla, Moriscoslarmi faqatla o'zlari elib ketalaydigan narsalarni elib ketaladi. Ularning oltin, kumush va boshqa qimmatli metallarni Ispaniyadan elib chiqib ketishiga yo'l qo'yilmadi. Habsburg hukmronligidagi Ispaniyaning ba'zi qoida mezonlari bo'yicha qaraganda, puhralarning mulk huquqi bexatar emas edi. 1556-yili dadasi Podshoh Charles Vning taxtiga varislik qilgan Podshoh Filip II 1557-yili va yana 1560-yillari o'zining qarzini qaytara olmaganligi tufayli Fagr va Welser qatorliq bankirlar jamoatini vayron qilib etdi. Bu German bankirlar jamoatining rolini o'tkazib olgan Jonas bankirlar jamoatimi Habsburg hukmronlik qilgan mezgillarning 1575, 1596, 1607, 1647, 1652, 1660 va 1662-yillarda Ispaniya podshohining qarzini ado qila olmaganligi sababli vayron bo'lib ketdi. Mutlaqiyatchi Ispaniyada mulk huquqining bexatar bo'lmasligi muhim ish bo'lgandek, mutlaqiyatchilik Ispaniyaning mustamlika rajonlarining iqtisodiy taraqqiyotiga va savdo tijoratga aloqador iqtisodiy muassasalarga zo'r darajada ta'sir ko'rsatdi. Oldingi boblarda ko'rib o'tganimizdek, Angliyaning iqtisodiy jihatda ko'tarilishi uning savdosining kengayishi asosida bo'lgan. Garchi Ispaniya bilan Portugaliyaga solishtirganda Angliya Atlantik savdosiga kechikib qatnashgan bo'lsa-mu, ammo u puhralarning nisbatan keng doiralik savdo tijorat va mustamlika qilish fursatlariga yo'l qo'ygan. Ispaniya podshohining g'azasini to'ldirgan o'xshash fursatlar Angliyada yangi bir sinf, ya'ni savdogarlar sinfini barliq keltirgan. Mana bu sinf Angliyaning eng dastlabki iqtisodiy hayotiy kuchining shakllanishining yo'lini solgan bo'lib, ular mutlaqiyatchilikka qarshi siyosiy birlik safining po'lat sepilini qurib chiqqan. Angliyaga iqtisodiy ko'tarilish va muassasalar o'zgarishini baxsh etgan u jarayonlar Ispaniyada yuz bermagan. Amerika qit'asi bayqalgandan keyin Isabella bilan Ferdinand Sevilladagi savdogarlar uyushmasi orqali Ispaniya bilan uning yangi mustamlika rayonlarida savdo tijorat ilib berishni tashkillagan. Bu savdogarlar barliq savdo tijoratni kontrol qilib olgan bo'lib, ular podshohlikning Amerika qit'asidan talon-taroj qilib ilingan boylikdan nesiba elishga kafolatlik qilgan. Ispaniya bilan uning mustamlika rayonlarida hech qanday erkin savdo bo'lib boqmagan. Her yili çoğun bir parxod atriti, floti, qimmatli metallar va baholik tovarlarni elib Amerika qit'asini Sevillaga to'shib kelishgan. Mustamlika rayonlari bilan qilishgan aloqa paydo qilgan bu savdo fursatlari ham monopol qilingan, ham tor doiralik bo'lgani uchun har qaysi qatlamdan tarkib topgan savdogarlar sinfini barliq keltirolmagan. Hatto Amerika qit'asining ichidagi savdo faoliyatimi qattiq kontrol qilingan. Masalan, Yangi Ispaniya deb atalgan bir mustamlika rayondagi, ya'ni taxminan bugungi Meksikadagi yerdagi bir savdoga, Yangi Granada deb atalgan, ya'ni bugungi Kolumbiyadagi
yana bir mustamlika rayonidagi hech kim bilan bevosita tijorat qila olmagan. İspaniya imperiyasining ichidagi savdo faoliyatlarining bu qadar cheklanishi imperiyaning iqtisodiy gullanishini ojizlikqa qolmay, balki yana uning boshqa gullangan imperiyalar bilan tijorat qilish orqali foyda ko'rish potensialiga vositalik ta'sir ko'rsatgan. Shunday bo'lishiga qaramay, mustamlika rayonlar imperiyaga nisbatan jalbkor bo'lgan, chunki u rayonlar oltin bilan ko'mishning Ispaniyaga uzluksiz eqib kirishini kapolatga ega qilgan. Angliya bilan solishtirganda Ispaniyadagi talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalar mutlaqiyatchilikning tiklanganligining va uning siyosiy muassasalari tutgan o'xshamagan yo'lning bevosita natijasidan kelgan. Kastiliya podshohligi bilan Aragon podshohligining har ikkisida o'zlarining kortesi, ya'ni har xil guruhlarga vakillik qilgan, to'g'risini aytganda podshohlikning mulkiga manfaatiga vakillik qilgan parlamenti bo'lishgan. Xuddi Angliya parlamentiga o'xshash yangi baj siyosatini yo'l qo'ymoqchi bo'lsa, Kastilyan kortesining to'planishi hojat bo'lgan. Shunday bo'lishiga qaramay, Kastilla va Aragondagi korteslar xuddi Angliya parlamentiga o'xshash shahar va sahro fuqarolariga vakillik qilishning o'rniga asosligi muhim hisoblangan shaharlarga vakillik qilishgan. 11-asrga kelganda Cortes, ya'ni Ispaniya parlamenti faqat 18 shaharga vakillik qilgan bo'lib, har bir shaharning 2 parlament a'zosi bo'lgan. Natijada Cortes Angliya parlamentida keng doirali guruhlarning manfaatiga vakillik qilmagan hamda mutlaqiyatchilikka chek qo'yish istigida bir yerga keladigan muassasa bo'lib taraqqiy qila olmagan. Muassasa bo'lishga qarab taraqqiy qila olmagan. U qonun ma'qul olmagan. Hatto uning baj ishlariga munosabatli huquq yurgizish doirasida cheklik bo'lgan. Bularning hammasi Ispaniya podshohlarining mutlaqiyatchiligini kuchaytirish jarayonida Cortesni bir chetga qayirib qo'yish ishini osonlashtirgan. Amerika qit'asidan ko'mishlar keltirilayotgan bo'lsa-mu, Podshoh Charles V va Philip II bir yurish chiqib zo'r urushlarni elib berishda ko'rilgan moliya qizil raqamini bajni oshirish orqali hal qilishga uringan. 1520-yili Charles V Cortesga aholiga silinadigan bajchiligini oshirish haqidagi talabini sunishni qaror qildi. Shahar sarxillari bu paytni ching tutib, Cortes va uning huquqqa qarta keng doiralik o'zgartish kirgizishni chaqiriq qildi. Bu qarshilik naytisiz zo'ravonlik voqeasiga aylanib ketdi va keyincha Kominero qo'zg'oloni deb tanildi. Charles o'ziga sodiq qurolli kuchiga tayinib qo'zg'olonni besiqtirib o'tdi. 16-asrning keyingi mezgillarda podshoh Cortesning baj siyosatini belgilashdagi cheklik huquqini tartib olishi bilan aslidagi huquqni kuchayish o'tirisidagi kurash davomlashgan. Gerçi bu kurash uzunga davomlashgan bo'lsin, ammo oxirida bu kurashda podshoh g'olib chiqqan. 1664-yildan tatib toki orliqdan 150 yilcha vaqt o'tib, Napoleonning tajovuzi yurib yuz bergichi bo'lgan vaqtda Cortes o'zini qayta qurib chiqish uchun bir yerga to'planmagan. Angliyada mutlaqiyatchilikning 1688-yildagi mag'lubiyati siyosiy muassasalarning ko'p xillashini barliq keltirib qolmay, balki yana texmi o'limlik bo'lgan huquq markazlashgan hokimiyatni shakllantirgan. Yani markaziy hokimiyatni shakllantirgan. Ispaniyada mutlaqiyatchilikning g'olibiyatiga ergishib, Angliyadagi taraqqiyotlarning aks ishlar yuz bergan. Gerçi podshoh Cortesni palash holga tushirib, o'zining qarori qarshi turadigan hamma to'saqlarni supurib o'tgan bo'lsa-mu, ammo uning bajni oshirish qarorini ijro qilishi barg'ansira qiyinlashgan. Hatto u har qaysi shaharlar bilan bevosita to'xtam tuzishgan bo'lsa-mu, yanala unumli bo'lmagan. İngiliz hokimiyati zamonaviy ham unumli baj ma'muriyatini qurib chiqqan chaqda, Ispan hokimiyati uning qarshi yo'linishiga qarab mangan. Ispaniya podshohligi eglik tikluvchilar uchun mulk huquqining bexatar bo'lishini kapolatlantirolmasdan qolmasdan yana sodini monopol qilgan va huquqni suiiste'mol qilib amaldorlarni beyitgan va hatto adolatni dafsanda qilgan. Ispaniyadagi talon-taroj xarakterli siyosiy va iqtisodiy muassasalarning hosilotini faraz qilg'ili bo'ladi. 17-asrda Angliyaning savdosi gullanib, tez suratda sanoatlashayotgan chog'da Ispaniyaning iqtisodiy umumyuzlik chekinish qarab yuzlangan. 17-asrning beshida Ispaniyadagi 5 odamning biri shaharlarda yashagan. Shu asrning oxirida
kelganda bo'lsa, bu son birasi tövəllab 10 odamning ichida birla shaharda yashagan bo'lib, bu ahvol shu chaqdagi namratlashib ketayotgan İspaniya aholisining sonining eshiyotganligidek hodisa bilan mos keladi. Demak, shu mezgillarda İspaniyaliklarning kirimi tövəllab, inglizlarning kirimi oshgan. Angliyada mutlaqiyatchilikning yo'qotilishi, İspaniyada bo'lsa uning davomlashishi va mustahkamlanishi dal tarixning burilish nuqtalaridagi kichik farqlarning hal qilg'ich rol o'ynaganligi sababidandir.